Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli pensionerlar. Bugun sizlarga juda ham muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir ma'lumotni yetkazish uchun yig'ildik. Bu shunchaki bir video emas, bu sizning haqqingiz, erishgan mehnatingiz mevasi va farovonligingiz bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy moliyaviy ahvolingizni zudlik bilan tekshirishingiz zarurligi haqida ogohlantirishdir. Video sarlavhasini bejizga pensionerlar zudlik bilan hisobingizni tekshiring deb qo'ymadik. Chunki bugungi kunda ko'plab pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan pul mablag'laridan bexabar qolmoqda yoki turli sabablarga ko'ra o'z hisoblarida kutilmagan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu har bir nafaqa oluvchiga taalluqli bo'lgan o'ta dolzarb mavzu. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering. Agarda bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda katta yordam beradi. Keling, darhol asosiy mavzuga o'taylik. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Hurmatli do'stlar, xabaringiz bor. Mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi, xususan pensiya ta'minoti doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. O'tgan yillar davomida pensiya hisoblash va to'lash tizimida barqarorlik hukm surgan. Ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyalarini har oyda bir xil sanalarda, odatda pochta bo'limi orqali naqd pulda yoki bank kartalariga o'tkazish orqali olishga odatlangan edi. Tizim ancha turg'un va kam o'zgaruvchan edi. Agar biron bir o'zgarish bo'lsa ham, bu haqda ommaviy axborot vositalari orqali keng ko'lamda xabar berilar edi va ko'pchilik bu yangiliklardan xabardor bo'lardi. Pensiya miqdorlari asosan mehnat staji, ish haqi va uning indeksatsiyasi asosida hisoblanar edi. Har qanday o'zgarish uchun odatda pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilish talab qilinardi. Lekin hozirgi davrda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Davlatimiz ijtimoiy sohada raqamlashtirishni jadal suratlar bilan amalga oshirmoqda. Elektron xizmatlar ko'paymoqda, ma'lumotlar bazalari muntazam yangilanib, takomillashib bormoqda. Bir tomondan bu jarayonlar byurokratiyani kamaytirib, pensionerlar uchun qulaylik yaratmoqda. Masalan, endilikda ko'pgina ma'lumotlarni uydan turib onlayn tarzda tekshirish imkoniyati mavjud. Ammo ikkinchi tomondan bu o'zgarishlar ba'zi yangi majburiyatlar va e'tibor talab qiladigan jihatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Raqamli tizimlarda ma'lumotlarning tezkor yangilanishi ba'zan pensionerlarning o'zi bundan bexabar qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Yangi qonun hujjatlari, prezident farmonlari va hukumat qarorlari bilan pensiya ta'minoti sohasida doimiy ravishda yangiliklar joriy etilmoqda. Bu yangiliklar nafaqat pensiya miqdorlariga, balki qo'shimcha imtiyozlarga, bir martalik moddiy yordamlarga, turli ijtimoiy dasturlarga ham tegishli bo'ladi. Ba'zi imtiyozlar avtomatik tarzda taqdim etilishi mumkin bo'lsa, ba'zilari uchun pensionerning o'zi murojaat qilishi yoki ma'lumotlarni yangilashi talab etiladi. Shu bilan birga bank tizimida ham o'zgarishlar mavjuddir. Bank kartalari muddati tugashi, hisob raqamlarining yangilanishi, banklarning birlashishi yoki yo'nalishini o'zgartirishi kabi holatlar ham pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin. Eng muhimi, ba'zan pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan yoki yangi turdagi nafaqalardan bexabar qolib ketishadi. Shu boisdan hozirgi kunda har bir pensioner o'zining bank hisobi va pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlarini muntazam ravishda kamida bir necha oyda bir marta tekshirib turishi o'ta muhimdir. Aks holda sizga tegishli bo'lgan hisobida turib qolishi yoki umuman hisobingizga tushmay qolishi xavfi mavjud. Yoki aksincha, pensiya jamg'armasi hisobingizda ba'zi nomuvofiqliklarni aniqlab, to'lovlarni vaqtincha to'xtatib qo'yishi ham mumkin. Bularning barchasi sizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizga ta'sir qiluvchi jiddiy masalalardir. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Endi esa batafsil tahlil qilaylik. Pensiya tizimida siz bilishingiz shart bo'lgan asosiy jihatlar, kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Pensiya turlari va ularga ta'sir qiluvchi omillar. Siz asosan 3 turdagi pensiyani olishingiz mumkin. Yoshga doir pensiya eng keng tarqalgani, nogironlik pensiyasi va boquvchisining yo'qlik pensiyasi. Shuningdek, ba'zi pensionerlarga maxsus nafaqalar yoki qo'shimcha to'lovlar ham beriladi. Har bir pensiya turi o'ziga xos hisoblash qoidalariga ega va ularga turli omillar ta'sir qiladi. Biri, mehnat staji.
ishlagan yillaringizning umumiy soni va ish sharoitlari. Ish haqi, pensiya hisoblash uchun qabul qilingan davrdagi o'rtacha ish haqingiz. O'tib, hududiy koeffitsiyentlar, ba'zi hududlarda yashash uchun belgilangan qo'shimcha koeffitsiyentlar. Davlat oila tarkibi, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila a'zolarining soni muhim. Qonunchilikdagi o'zgarishlar eng muhim va eng tez o'zgarib turadigan omil. Kimlar xavotir olishi kerak? Bu savolga javob berishda asosan so'nggi vaqtda hayotida biron bir o'zgarish bo'lgan yoki hujjatlari bilan bog'liq muammolari bo'lgan pensionerlar alohida e'tibor qaratishi zarur. 1. Yaxta yashash joyini o'zgartirganlar. Agar siz boshqa viloyatga, tumanga yoki shaharga ko'chib o'tgan bo'lsangiz va propiskangizni doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tish joyini yangilamagan bo'lsangiz, pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Bank hisobingiz eski joylashuvingizdagi bank filiali bilan bog'liq bo'lsa, bu ham muammo tug'diradi. Misol 1. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan Toshkentga o'g'lining yoniga ko'chib kelgan 72 yoshli Oysha momo pensiyasini avvalgi joyda olib turgan. Biroq u ro'yxatdan o'tgan manzilni o'zgartirmagani sababli bir necha oy o'tgach uning pensiyasi to'xtab qolgan. Ma'lum bo'lishicha, pensiya jamg'armasi uning yashash joyi ma'lumotlaridagi nomuvofiqlikni aniqlagan va to'lovlarni aniqlik kiritilguncha to'xtatgan. Oysha momo bank hisobini tekshirib pul tushmayotganini ko'rgachgina muammodan xabar topgan. Bu holatda u shaxsan pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, propiskasini yangilab, yangi bank kartasi ochishiga to'g'ri kelgan. Bu esa ancha vaqt va ovoragarchilikka sabab bo'lgan. 2. Pasport yoki shaxs tasdiqlovchi hujjatlarni yangilaganlar, ID karta olganlar yoki pasportining muddati tugab, yangisini olganlar. Sizning ma'lumotlaringiz elektron tizimda avtomatik yangilanishi kerak bo'lsa ham, ba'zan texnik nosozliklar yoki ma'lumotlar bazalarida kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu pensiya to'lovlarining vaqtida amalga oshirilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Misol 2-65 yoshli Qosim aka o'zining eski pasporti muddati tugagandan so'ng ID karta olgan. Pensiya kartasi hali eski pasport ma'lumotlariga bog'liq bo'lgani sababli bank tizimi yangi ID kartani tanimagan va uning pensiya to'lovlari bir oyga kechiktirilgan. U bankka murojaat qilib, ID kartasini ro'yxatdan o'tkazish kerakligini bilgan. Agar u hisobni tekshirmaganda, bu muammodan umuman bexabar qolib, uzoqroq muddat pensiyasiz qolishi mumkin edi. Oilaviy ahvoli o'zgarganlar, turmush qurganlar, ajrashganlar, turmush o'rtog'i vafot etganlar yoki oila tarkibida o'zgarishlar, masalan, farzandlari voyaga yetganlar sodir bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun bu ayniqsa muhim. Misol 368 yoshli Zuhra aya turmush o'rtog'i vafotidan so'ng boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ola boshlagan. Keyinchalik qonunchilikda yakka yashaydigan pensionerlarga qo'shimcha moddiy yordam berish bo'yicha yangi bir dastur qabul qilingan. Bu haqda Zuhra aya televizorda eshitgan, lekin bunga jiddiy e'tibor bermagan. Agar u bank hisobini tekshirganda yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda, unga qo'shimcha bir martalik to'lov yoki pensiya ustamalari hisoblanganini bilib, o'ziga tegishli mablag'larni olishi mumkin edi. Ammo u tekshirilmagani uchun bu mablag'lar uning shaxsiy hisobida turib qolgan. 4. Bank rekvizitlarini yangilamaganlar. Bank kartasi muddat tugagan bo'lsa, bank kartangiz yo'qolgan bo'lsa yoki bankni o'zgartirgan bo'lsangiz. 5. Uzoq vaqtdan beri hisobini tekshirmaganlar. Agar siz bir necha oy davomida bank kartangizga tushgan pensiya miqdorini aniq bilmasangiz, faqat pulsiz qolmadimi deya yuzaki tekshirsangiz, sizga qandaydir qo'shimcha mablag'lar o'tkazilganini sezmay qolishingiz mumkin. Ba'zan davlat tomonidan bir martalik moddiy yordamlar yoki bayram munosabati bilan beriladigan nafaqalar umumiy pensiya summasiga qo'shib yuborilishi mumkin. Misol 4-70 yoshli Karim aka har oyda pensiyasini bankomatdan bir xil summani yechib oladi. U hech qachon hisob varaqasini yoki mobil ilova orqali batafsil ma'lumotlarni tekshirmaydi. Yangi yil arafasida prezident farmoni bilan barcha pensionerlarga ma'lum miqdorda bir martalik moddiy yordam berilishi e'lon qilingan. Bu mablag'lar Karim akaning pensiya hisobiga o'tkazilgan, lekin u bu haqda bilmagan va shunchaki odatdagi miqdorni yechib olgan bo'lgan. Bir necha oydan so'ng nabirasi uning hisobini mobil ilova orqali tekshirganda, bu qo'shimcha mablag'larning hisobda turganini ko'rgan. Bu ham pulning o'z egasiga yetib borganiga qaramay, pensionerning undan bexabar qolish holatiga yorqin misoldir. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Albatta, har bir pensionerga o'z hisobini tekshirishni tavsiya etamiz.
Lekin quyidagi toifadagi fuqarolar ma'lumotlari muntazam yangilanib turishi va tizimli xatoliklar kamroq uchraydigan holatlar bo'lgani uchun nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Ma'lumotlari doimiy ravishda yangilanib turadiganlar. Agar siz muntazam ravishda ID kartangizni, propiskangizni, bank ma'lumotlaringizni yangilab borsangiz va o'zingizni yangiliklardan xabardor qilib tursangiz, bir bankda uzoq yillardan beri xizmat ko'rsatib kelayotganlar, agar siz bir xil bank va bir xil karta bilan uzoq yillardan beri pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz va hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, pensiya to'lovlarida hech qachon uzilish yoki nomuvofiqlik bo'lmaganlar, bu toifadagi fuqarolar uchun avtomatik tizim ancha barqaror ishlashi ehtimoli yuqori. Shunga qaramay, yuqorida aytib o'tilgandek, har bir pensionerning o'z hisobini muntazam ravishda tekshirib turishi o'ta muhimdir. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Pensiya tizimi garchi oddiy ko'rinsa-da, juda murakkab mexanizm bo'lib, uning ichida ko'plab istisnolar, e'tibor berilishi shart bo'lgan tuzoqlar va noaniq ammo muhim nuanslar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Qoidadan istisnolar va maxsus toifalar. Harbiy pensionerlar va maxsus xizmatchilar. Oddiy fuqarolik pensiyasidan farqli o'laroq, harbiylar va ichki ishlar, mudofaa vazirligi xodimlariga beriladigan pensiyalar alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Ularning pensiya hisoblash usullari, ustamalari va imtiyozlari boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz, o'zingizning tegishli idorangizning pensiya bo'limidan ma'lumot olishingiz lozim. Chet elda istiqomat qiluvchi pensionerlar O'zbekiston fuqarosi bo'lib, chet elda yashayotgan va pensiya oluvchi shaxslar uchun to'lov mexanizmlari biroz farq qiladi. Pensiya mablag'lari maxsus tartibda o'tkaziladi va ularning hisoblarini tekshirishda bank va konsullik idoralari bilan aloqa o'rnatish talab qilinishi mumkin. Ko'p pensiya oluvchilar. Ba'zi fuqarolar bir vaqtning o'zida bir nechta turdagi pensiya yoki nafaqa olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya va nogironlik nafaqasi agar qonuniy asos bo'lsa, bunday holatlarda to'lovlar turli hisob raqamlariga tushishi yoki bitta hisobda umumlashtirilishi mumkin. Sizga tegishli barcha turdagi to'lovlarni to'liq olayotganingizga ishonch qilish uchun har birini alohida tekshirish muhim. 2. Tuzoqlar. E'tibor berilishi shart bo'lgan holatlar. Shaxsiy ma'lumotlarni yangilamaslik, yuqorida aytib o'tganimizdek, pasport muddati, propiska, familiya o'zgarishi kabi ma'lumotlarning pensiya jamg'armasi yoki bankdagi ma'lumotlar bazasi bilan mos kelmasligi pensiya to'lovlarining kechikishi yoki to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Bu juda keng tarqalgan muammo. Agar sizga pasportingizni yangilash yoki ID karta olish kerak bo'lsa, bu jarayonni paysalga solmang. Firibgarlik. Telefon orqali pensiya jamg'armasi xodimi deb o'zini tanishtirib, bank karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'rovchi firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon bunday ma'lumotlarni hech kimga bermang. Rasmiy idoralar sizdan bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa markaziga yoki bank bo'limiga murojaat qiling. Pensiya to'lovlari har doim to'g'ri hisoblanadi deb o'ylash, inson omili yoki texnik xatolar tufayli pensiya miqdorlarida noto'g'ri hisob-kitoblar bo'lishi mumkin. Masalan, ish stajingizdagi ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi yoki ish haqingiz to'g'ri indeksatsiyalanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga tushayotgan pul miqdorini tushunishga harakat qiling va agar shubha tug'ilsa so'rang. Yangi imtiyozlar va nafaqalar bo'yicha arizalarni o'tkazib yuborish, ba'zi yangi ijtimoiy dasturlar yoki bir martalik to'lovlar avtomatik tarzda berilmaydi, balki ularni olish uchun maxsus ariza berish talab qilinadi. Bunday e'lonlarni kuzatib borish va o'z vaqtida murojaat qilish juda muhim. Noaniq nuanslar, e'tiborga olinishi lozim bo'lgan muhim mayda detallar. Pensiyaning indeksatsiyasi. Hukumat qarorlariga asosan pensiyalar ma'lum muddatlarda oshiriladi. Bu indeksatsiya jarayoni avtomatik tarzda amalga oshirilishi kerak. Lekin ba'zida, ayniqsa birinchi marta pensiyaga chiqqanlar yoki pensiyasi yaqinda qayta hisoblanganlar uchun bu jarayon biroz kechikishi yoki noto'g'ri amalga oshirilishi mumkin. Hisobingizni tekshirayotganda pensiyangizning oshgan miqdorini to'liq olayotganingizga ishonch hosil qiling. Talab qilinmagan mablag'lar yoki ortiqcha to'lovlar. Ba'zan pensiya jamg'armasida pensionerlarning o'zlari bilmagan holda turli sabablarga ko'ra jamg'arib qolgan mablag'lar bo'lishi mumkin.
Masalan, bir martalik yordam puli sizning hisobingizga o'tkazilgan, ammo siz uni payqamagansiz yoki aksincha ba'zi sabablarga ko'ra sizga ortiqcha to'lov amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda jamg'arma sizdan ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishingizni talab qilishi mumkin. Shuning uchun hisobingizdagi har bir kirim-chiqimni kuzatib borish muhim. Banklarning pensiya to'lovlarini qayta ishlashi har bir bankning o'ziga xos ichki jarayonlari bor. Pensiya to'lovlari pensiya jamg'armasidan banklarga markazlashgan holda o'tkaziladi. Keyin banklar bu mablag'larni mijozlar hisobiga tarqatadi. Ba'zan texnik nosozliklar yoki bankning ichki operatsiyalaridagi kechikishlar tufayli pensiya puli belgilangan sanadan 1-2 kun keyinroq tushishi mumkin. Bunday holatda bank hisobotini diqqat bilan o'rganish yoki bank xodimiga murojaat qilish kerak. Pensiya va boshqa ijtimoiy nafaqalar o'rtasidagi farq. Ba'zi pensionerlar bir vaqtning o'zida ham pensiya, ham boshqa turdagi ijtimoiy yordam, masalan, kam ta'minlangan oilalarga yordam, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olishlari mumkin. Bu to'lovlar alohida hisoblanadi va ularning tushish sanalari har xil bo'lishi mumkin. Bank hisob varag'ida qaysi mablag' pensiya ekanligini, qaysi biri boshqa nafaqa ekanligini aniqlashtirib olish, agar kerak bo'lsa bankdan batafsil ko'chirma olish zarur. Ushbu nuanslar, tuzoqlar va istisnolarni bilish sizga pensiya ta'minoti tizimini yanada yaxshiroq tushunishga va o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Har qanday shubhali holatda darhol rasmiy organlarga murojaat qilishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz, hurmatli pensionerlar, o'z huquqlaringizni himoya qilish va pensiya to'lovlarining to'g'ri o'tkazilishini ta'minlash uchun qanday amaliy qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Hisobni qanday tekshirish kerak? Hisobni qanday tekshirish kerak? Onlayn portallar orqali eng qulay va tezkor usul bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bo'lgan mypog.gov orqali o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirishdir. Ushbu portalda siz shaxsiy kabinet ochib, o'zingizning pensiya miqdorlaringiz, to'lovlar tarixi, ish staji to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar o'zingizning mobil telefonda internetdan foydalanish imkoniyatingiz bo'lmasa yoki kompyuterda ishlashni bilmasangiz, farzandlaringiz, nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga bu jarayonda bemalol ko'mak bera oladilar. Mobil bank ilovalari, Click Payme, banklarning shaxsiy ilovalari orqali. Agar sizning bank kartangiz mobil ilovaga ulangan bo'lsa, siz u orqali o'z hisobingizdagi barcha kirim va chiqim operatsiyalarini, ya'ni pensiya mablag'ining qachon va qancha miqdorda tushganini batafsil ko'rishingiz mumkin. Bu juda qulay usul. Agar mobil ilovadan foydalanishni bilmasangiz, bank xodimlaridan yoki yordamchi bo'lgan yaqinlaringizdan yordam so'rab, ushbu xizmatni o'rnatib olishingizni tavsiya qilaman. Bankomat, ATM orqali. Eng oddiy usul. Bankomatga borib, kartangizdagi joriy balansingizni tekshirish. Ba'zi bankomatlar so'nggi 5-10 ta operatsiya haqida qisqa ma'lumotnoma berishi mumkin, lekin bu usul faqat umumiy tushuncha beradi. Batafsil ma'lumot olish uchun kamlik qiladi. Bank filial orqali agar yuqoridagi usullar sizga mos kelmasa yoki batafsil ma'lumot olishni istasangiz, pasportingiz bilan o'z xizmat ko'rsatuvchi bank filiali kassasiga murojaat qiling. Bank xodimi sizga hisobingizdagi mablag'lar harakati to'g'risida to'liq ko'chirma, OPSga taqdim etishi shart. Bu ko'chirmada har bir to'lovning sanasi, miqdori va maqsadi ko'rsatiladi. Bu siz uchun eng ishonchli va to'liq ma'lumot beruvchi hujjat bo'ladi. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi orqali. Agar sizda pensiya hisoblash yoki to'lovlar bilan bog'liq jiddiy savollar tug'ilsa, to'g'ridan to'g'ri yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga pensiya ishingiz bo'yicha batafsil ma'lumot beriladi. Nimalarni tekshirish kerak? Faqat pul miqdorini emas, balki bir nechta muhim jihatlarga e'tibor qarating. To'lovning muntazamligida har oyda bir xil sanalarda pensiya tushayotganiga ishonch hosil qiling. Agar uzilishlar bo'lsa, sababini aniqlang. To'lovning miqdori. Har oyda tushayotgan pensiya miqdori bir xilmi? Agar u kutilmaganda kamaysa yoki ortsa, sababini bilib oling. Ayniqsa, pensiya indeksatsiyasidan oshirilganidan so'ng sizga yangi miqdorda pensiya tushayotganini tekshiring. Qo'shimcha mablag'lar, agar davlat tomonidan bir martalik moddiy yordamlar yoki boshqa turdagi nafaqalar e'lon qilingan bo'lsa, ular sizning hisobingizga tushganiga ishonch hosil qiling. Aniqlik
har bir tushgan pul summasining qaysi maqsadda ekanligiga e'tibor bering. Ba'zan boshqa ijtimoiy to'lovlar ham pensiya kartasiga tushishi mumkin. O'ti. Agar muammo aniqlansa, qanday hujjatlar to'plash kerak? Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, pensiya kitobasi, bank kartasi va hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar. Bankdan olingan hisob ko'chirmasi. Agar sizda mobil ilova orqali batafsil ma'lumot yo'q bo'lsa, mehnat daftarchasi, pensiya hisoblashda xatolik bo'lgan deb hisoblasangiz, turli guvohnomalar, masalan, nikoh, tug'ilish, o'lim, nogironlik guvohnomalari agar muammo oilaviy ahvol yoki maqom bilan bog'liq bo'lsa, murojaatingizni tasdiqlovchi har qanday boshqa hujjatlar yoki ma'lumotlar. Qayerga murojaat qilish kerak? Dastlabki maslahat uchun bank aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Bankingizning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefoni raqamiga murojaat qiling. Telefon orqali ba'zi dastlabki savollarga javob olishingiz mumkin. Aniqlik kiritish uchun agar bank hisobingiz bilan bog'liq muammo bo'lsa, o'z xizmat ko'rsatuvchi bank filiali menejeriga murojaat qiling. Agar pensiya hisoblash, to'lov miqdori yoki qonunchilik bilan bog'liq savollar bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qiling. Onlayn murojaat my.gov.uz orqali ham murojaatlar qoldirish va pensiya jamg'armasidan javob olish mumkin. Bu ham juda samarali usul. 5. Nimalarni yozish, aytish kerak? Murojaat qilayotganda aniq va tushunarli bo'ling. Muammoingizni qisqa va lo'nda bayon qiling. Barcha tegishli hujjatlarni taqdim eting. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlaridan vaziyatni batafsil tushuntirishni so'rang. Agar tushunmasangiz, qayta so'rashdan tortinmang. Bu sizning haqqingiz. Murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazishni va uning raqamini sizga berishlarini so'rang. Bu kelajakda masalaning hal etilishini kuzatib borishga yordam beradi. Sabr va qat'iyat ba'zan muammolarni hal qilish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Lekin sizga tegishli bo'lgan har qanday mablag'ni olish uchun qat'iyatli bo'ling. Agar birinchi murojaatingiz natija bermasa, pensiya jamg'armasi viloyat boshqarmasi, Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi, respublika boshqarmasi, xalq qabulxonalari murojaat qilishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz va qadrli pensionerlar, bugungi video sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun qanchalik muhim ekanini tushunib yetdingiz degan umiddaman. O'z pensiya hisobingizni muntazam tekshirib turish bu shunchaki tavsiya emas, balki hozirgi davrda o'ta muhim bo'lgan mas'uliyatdir. Ko'rib turganingizdek, pensiya tizimida ko'plab nuanslar, o'zgarishlar va hatto kutilmagan to'lovlar ham bo'lishi mumkin. Sizning har bir tiyiningiz qonuniy haqqingiz, uni to'liq va o'z vaqtida olishingizni ta'minlash esa sizning qo'lingizda. Hech qachon o'zingizga tegishli mablag'lardan bexabar qolib, ularni esdan chiqarmang. Davlatimiz har bir fuqarosiga g'amxo'rlik qilishga intiladi va sizning har bir murojaatingiz albatta ko'rib chiqiladi. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizning bu borada shaxsiy tajribangiz, savollaringiz yoki qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Va albatta, kelajakda ham shu kabi muhim va hayotiy masalalar bo'yicha ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, moliyaviy mas'uliyatni unutmang. Salomat bo'ling.